Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim muhokama qilaman. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya, nafaqalar miqdori, hujjatlar, qayta hisob-kitob va eng muhimi, oddiy pensioner bu jarayonda nimaga tayyor turishi kerak? Bu ma'lumot faqat bugungi pensionerlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir insonning oilasiga ham tegishli. Chunki pensiya faqat bir odamning daromadi emas. Ko'pincha butun xonadonning kundalik xarajatiga, dori-darmoniga, kommunal to'loviga va oziq-ovqatiga bog'liq bo'lgan asosiy mablag'dir. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahmaga tushmasligi kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarur? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish lozim? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqini vaqtida talab qila oladi. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. Pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib boradi. Chunki narxlar o'zgaradi, ish haqi o'zgaradi, budjet imkoniyatlari o'zgaradi, aholining yoshi va mehnat bozori ham o'zgaradi. Bir paytlar odam pensiyaga chiqqandan keyin unga belgilangan summa uzoq vaqt deyarli o'zgarmay turardi yoki juda sekin qayta ko'rib chiqilardi. Natijada narxlar oshgan sari pensiyaning real qiymati pasayib ketardi. Masalan, odam 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, bir yil oldin shu pulga ma'lum miqdorda dori, un, yog', go'sht, kommunal to'lovlarni qoplash mumkin edi. Ammo narxlar oshsa, o'sha 1 million 200 ming so'mning kuchi kamayadi. Qog'ozda pul o'sha, lekin bozorda uning qiymati boshqa. Indeksatsiya deganda ko'pchilik faqat pensiya oshadi deb tushunadi. Aslida indeksatsiya bu pensiya va nafaqa miqdorini narxlar, ish haqi yoki boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarga mos ravishda qayta ko'rib chiqish jarayonidir. Ya'ni davlat pensiya oluvchining daromadi hayot xarajatlaridan juda o'rta qolib ketmasligi uchun miqdorni ma'lum tartibda oshiradi. Lekin bu yerda eng muhim savol bor. Oshirish hammaga bir xil bo'ladimi? Foiz hisobida bo'ladimi? Eng kam miqdor ko'tariladimi? Qo'shimcha to'lovlar ham kiradimi? Ishlayotgan pensionerga ham tatbiq etiladimi? Mana shu savollarni tushunmasdan turib, odam o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi bila olmaydi. Avvalgi tartibda ko'p narsa insonning ish staji, rasmiy ish haqi, pensiyaga chiqish sanasidagi qonunlar va hujjatlarning to'liqligiga bog'liq edi. Hozir ham shu omillar muhim, lekin elektron bazalar, avtomatik hisob-kitoblar, qayta indeksatsiya, ijtimoiy yordam mezonlari va hujjatlarni raqamlashtirishning ahamiyati yanada ortmoqda. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Ikki odam bir xil yoshda, bir xil mahallada yashaydi. Ikkalasi ham uzoq yillar ishlagan. Lekin birining pensiyasi ikkinchisidan sezilarli ko'p. Sabab ko'pincha adolat yo'q degan umumiy gapda emas, balki hujjatda stajning tasdiqlanishida, ish haqining rasmiy ko'rsatilganida. Imtiyozli davrlar kiritilmaganda bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nimalarni bilish kerak, kimlar tayyor turishi kerak va kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Birinchi navbatda, har bir pensioner o'z pensiyasining tarkibini bilishi shart. Pensiya faqat bitta raqam emas. Uning ichida bozay miqdor, ish stajiga bog'liq qism, ayrim hollarda ustamalar, nafaqa yoki kompensatsion to'lovlar bo'lishi mumkin. Siz bank kartasiga yoki naqd tarzda pul olganingizda faqat yakuniy summani ko'rasiz. Lekin yakuniy summa qanday hisoblanganini bilmasangiz, xato bo'lsa ham sezmay qolishingiz mumkin. Masalan, bir pensioner 30 yil ishlagan, lekin uning mehnat daftarchasida 1975 yildan 1992 yilgacha bo'lgan davrda korxona nomi o'zgargani, muhr noto'g'ri tushgani yoki buyruq raqami yozilmagani uchun o'sha yillar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam o'zi men 3 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Tizim esa tasdiqlangan hujjat bo'yicha 23 yil deb oladi. Bu farq pensiya miqdorida har oy seziladi. Agar har oy 1 ming yoki 2 ming so'm kam chiqsa, bir yilda bu 20 million 800 mingdan 3 million so'mgacha zarar degani. 5 yil davomida esa bu katta mablag'ga aylanadi. Ikkinchi misol, ayol kishi pensiyaga chiqayotganida farzand parvarishi davri, dekret ta'tili. Ayrim ijtimoiy davrlar stajga qanday kiritilganini tekshirmagan. Hujjatlar arxivda bor, lekin ariza bilan so'ralmagan. Natijada pensiya pastroq hisoblangan. Keyin u qo'shnisidan eshitib murojaat qiladi. Hujjatlarni topadi va qayta hisob-kitob so'raydi. Agar asos bo'lsa pensiya oshishi mumkin. Lekin bu jarayon avtomatik bo'lmasligi ham mumkin.
Shuning uchun hammasi o'zi bo'ladi deb kutib o'tirish har doim ham to'g'ri emas. Uchinchi misol, ishlayotgan pensioner bor. U pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishda davom etmoqda. Bunday odamlar ayniqsa diqqatli bo'lish kerak. Chunki ishlash davomida to'langan ijtimoiy badallar, rasmiy maosh va keyingi qayta hisoblash tartibi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham har oy avtomatik oshadi degan fikr noto'g'ri. Qonunchilikdagi tartibga qarab ma'lum davrda qayta ko'rib chiqish, ariza berish yoki elektron ma'lumotlar asosida yangilanish bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z ish beruvchisidan maosh rasmiy ko'rsatilayotganini, soliqlar va badallar to'g'ri aks etayotganini tekshirishi kerak. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida eski korxonalar, tugatilgan tashkilotlar, kolxoz, sovxoz, zavod, sex, qurilish boshqarmalari bilan bog'liq yozuvlar bo'lganlar. Chunki bunday joylarning arxiv hujjatlarini topish ba'zan qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, chet elda ishlagan davri bor odamlar. Har bir davlat bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha tartib bir xil emas. Shuning uchun bunday davr avtomatik qo'shilib ketadi deb o'ylamaslik kerak. Uchinchidan, pensiyasi minimal yoki minimalga yaqin bo'lganlar. Chunki indeksatsiya bo'lganda eng kam pensiya, bazaviy hisoblash miqdori yoki ijtimoiy me'yor o'zgarsa, aynan shu guruhdagi odamlarning summasida sezilarli farq bo'lishi mumkin. Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin. Hujjatlari to'liq elektron bazada aks etgan, ish staji tasdiqlangan, pensiya hisob kitobi bo'yicha oldin tekshiruvdan o'tgan, bank kartasiga muntazam va kechikishsiz pul olayotgan pensionerlar. Lekin men baribir bunday odamlarga ham yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki xato faqat pensiya tayinlanganda emas, keyingi indeksatsiya yoki qo'shimcha to'lovlar hisobida ham paydo bo'lishi mumkin. Keling, raqamli misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, pensioner oyiga 50 million 500 ming so'm oladi. Indeksatsiya foiz bo'lsa, oddiy hisobda u 1 ming so'm ko'proq olishi kerak deb tuyuladi. Lekin amalda indeksatsiya faqat pensiyaning ma'lum qismiga qo'llanilishi yoki ayrim ustamalar alohida hisoblanishi mumkin. Natijada yakuniy o'sish 1000 ming emas, 20 ming yoki 70 ming bo'lishi ehtimoli bor. Yana bir pensioner 2 million 300 ming so'm oladi. Foiz bo'yicha oshirish bo'lsa, uning oshishi ko'proq ko'rinadi. Lekin agar davlat eng kam pensiyani ko'tarsa, unda past pensiya oladigan odamlar nisbatan ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Yana bir real hayotiy holat. Bir xonadonda xotin pensioner, 2 million so'm oladi, ayol 1 million 300 ming so'm oladi. Ular birgalikda 3 million 300 ming so'mga yashaydi. Agar kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat va transport xarajatlari oshsa, hatto 10% indeksatsiya ham hamma muammoni hal qilmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya oshishi haqida eshitganda faqat xursand bo'lib qo'yish emas, balki oilaviy budjetni qayta hisoblash kerak. Qaysi xarajat majburiy, qaysi dorini doimiy olish kerak, qaysi to'lovni oldindan rejalashtirish kerak. Shuni aniq bilish lozim. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala, pensiya oshishi haqidagi xabarni eshitgan zahoti hamma bir xil sanada ko'proq pul oladi degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zan qaror ma'lum sanadan kuchga kiradi, lekin to'lov bank tizimi, budjet moliyalashtirish jadvali yoki hududiy bo'limlarning hisob kitobiga qarab bir necha kun farq bilan tushadi. Shuning uchun bir qo'shniga pul tushib, sizga hali tushmagan bo'lsa, darhol vahima qilish kerak emas. Lekin belgilangan to'lov davri o'tib ketgan bo'lsa, albatta aniqlashtirish zarur. Ikkinchi nozik masala. Indeksatsiya va qayta hisoblash bir xil narsa emas. Indeksatsiya odatda umumiy oshirish tartibi bo'lsa, qayta hisoblash individual holatga bog'liq bo'ladi. Masalan, yangi staj hujjati topildi. Ish haqi to'g'risida qo'shimcha ma'lumotnoma olindi. Nogironlik guruhi o'zgardi. Boquvchisini yo'qotganlik holati bo'yicha hujjat yangilandi yoki qonunchilikdagi alohida imtiyoz qo'llanilishi kerak bo'ldi. Bunday vaziyatda odam shaxsan murojaat qilib hujjat topshirishi lozim bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik masala og'zaki gapga ishonib qolish. Mahallada aytishdi, qo'shnim shunday dedi. Internetda kimdir yozibdi degan ma'lumot bilan qaror qabul qilish xavfli. Pensiya masalasida faqat rasmiy manba, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, qonunchilik hujjatlari, shaxsiy kabinet yoki bank ma'lumotlariga tayanish kerak. Chunki noto'g'ri xabar odamni keraksiz navbatga olib boradi, asabini buzadi, ayrim hollarda esa firibgarlar tuzog'iga tushiradi.
firibgarlik masalasiga alohida to'xtalaman. Pensiya oshishi, kompensatsiya, bir martalik to'lov, indeksatsiya degan xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, kartangizga pensiya qo'shimchasi tushiramiz. Kodni ayting. Plastik raqamingizni yuboring. SMS kodni o'qing. Arizani tezlashtirib beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini yubormang, notanish havolarga kirmang. Pensiya bo'yicha haqiqiy to'lov uchun sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ralmaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu juda katta xavf belgisi. Yana bir muhim nuqta. Pensiya olish usuli. Kimdir bank kartasiga oladi, kimdir naqd oladi. Bank kartasiga oladiganlar kartaning muddati tugamaganini, bloklanmaganini, bank ilovasida cheklov yo'qligini tekshirib qo'yishi kerak. Ba'zan odam pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan. Bank uni yangilashni kutmoqda. Naqd oladiganlarda esa yetkazib berish jadvali, manzil o'zgarishi, pasport ma'lumotlari yangilanishi muhim. Agar siz ko'chib o'tgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni tegishli organlarga vaqtida bildirish kerak. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar tarkibidagi keksalar uchun alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Bu yerda oddiy yoshga doir pensiya bilan ijtimoiy nafaqani aralashtirib yubormaslik kerak. Masalan, bir odam yoshga doir pensiya oladi, boshqa odam esa yetarli staji bo'lmagani uchun ijtimoiy nafaqa oladi. Ularning oshirish tartibi, miqdori va hujjat talabi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz o'zingiz qaysi turdagi to'lov olishingizni aniq bilishingiz kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Yashirin muammolardan yana biri meros, vafot etgan pensionerning o'linmay qolgan pensiyasi. Hisobdagi qoldiq va yaqinlarning huquqi bilan bog'liq. Agar oilada pensioner vafot etsa, uning oxirgi oy uchun hisoblangan, lekin o'linmay qolgan puli bo'lishi mumkin. Bunday holatda yaqinlari qayerga murojaat qilishni bilmasa, mablag' qolib ketadi yoki kechikadi. Buning uchun o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank ma'lumotlari va tegishli ariza kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun rasmiy tartibni so'rab aniqlashtirish zarur. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi eski ma'lumotnomalar, arxivdan olingan hujjatlar, harbiy xizmatga oid hujjatlar, farzandlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari bo'lsa, barchasini alohida papkaga joylang. Hujjatlar eski bo'lsa, nusxa olib qo'ying. Muhimi, asl nusxani yo'qotmang. Ikkinchi qadam. Pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga, Davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda shunchaki pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Aniq yozing. Mening pensiyam tayinlanishida hisobga olingan ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari, ustamalar va indeksatsiya miqdori bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, ushbu hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Uchinchi qadam, arxiv masalasini kechiktirmang. Agar siz ishlagan korxona yopilib ketgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Arxiv so'rovida ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, korxona nomi, taxminiy bo'lim yoki sex nomi, familiyangiz o'sha paytda qanday yozilganini ko'rsating. Ayollarda nikohdan oldingi familiya alohida muhim. Bitta harf xatosi ham arxiv qidiruvini qiyinlashtirishi mumkin. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati telefon raqamga bog'langanligi, bankdagi FIS pasport bilan mosligi, karta bloklanmaganligi. Bank ilovasida kirish imkoniyati borligi muhim. Agar pensionerning o'zi telefon yoki ilovadan foydalana olmasa, ishonchli farzandi yoki yaqin qarindoshi yordam bersin, lekin karta PIN kodi va SMS kod masalasida ehtiyot bo'lsin. Yordam berish boshqa, pul ustidan nazoratni butunlay topshirib qo'yish boshqa. 5-qadam, har oy tushgan summani yozib boring. Oddiy daftar tuting, oy nomi. Tushgan summa oldingi oydan farqi. Qo'shimcha to'lov bo'lsa, uning sababini yozing. Masalan, yanvar 20 million dirdi berayim.
Fevral 1 milliondir deb aytaymi? Mart 1 million 595 ming. Shunda siz o'shish qachon bo'lganini, qancha bo'lganini aniq ko'rasiz. Agar bir oyda pul kam tushsa, darhol savol tug'iladi va siz isbot bilan murojaat qilasiz. Ko'pchilik aynan yozib bormagani uchun keyin menimcha kam tushdi deb qoladi. Lekin aniq raqam bo'lmaydi. 6-qadam rasmiy javob talab qiling. Agar siz pensiya bo'limiga murojaat qilsangiz, imkon qadar yozma ariza qoldiring va ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Og'zaki javob ba'zan yetarli bo'lmaydi. Yozma javobda esa sizga nima uchun rad etilgani, qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi davr hisobga olinmagani yoki qayta hisoblash qachondan qo'llanishi kerakligi ko'rsatiladi. Keyin shu javob asosida yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. 7-qadam. Oilada buni muhokama qiling. Ko'p pensionerlar bolalarni bezovta qilmay deb hujjatlarni yashirib yuradi yoki umuman tartibga solmaydi. Aslida farzandlar yoki yaqinlar bilish kerak. Pensiya qayerdan olinadi? Karta qaysi bankda? Hujjatlar qayerda, qanday imtiyozlar bor? Kommunal to'lovlarda chegirma yoki ijtimoiy yordam huquqi mavjudmi? Bu faqat pul masalasi emas. Bu keksaning huquqini himoya qilish masalasidir. 8-qadam. Agar pensiyangiz juda past bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy yordam imkoniyatlarini ham tekshiring. Ba'zi oilalarda pensioner yolg'iz yashaydi. Daromadi kam, dori-darmon xarajati katta. Bunday holatda mahalla ijtimoiy himoya organlari, tibbiy muassasa yoki tegishli jamg'armalar orqali yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Pensiya o'shishini kutish bilan birga mavjud yordamlarni ham so'rab bilish kerak. Ko'pincha odamlar huquqi bor yordamdan bexabar bo'lgani uchun foydalanmaydi. 9-qadam. Hujjatlardagi ism, familiya mosligini tekshiring. Eski mehnat daftarchasida Abdullayeva, pasportda Abdullayeva. Tug'ilganlik guvohnomasida boshqa transliteratsiya bo'lishi mumkin. Bu mayda ko'rinsa ham pensiya ishida katta muammo tug'diradi. Ayniqsa arxiv hujjatlarida familiya o'zbek, rus yoki lotin yozuvida turlicha yozilgan bo'lsa, tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Buni pensiyaga chiqish arafasida emas, oldindan to'g'rilab qo'yish ancha oson. 10-qadam. Har qanday yangilikni sanasi bilan tekshiring. Internetda eski qarorlar, eski miqdorlar, boshqa davlatga tegishli ma'lumotlar ham aylanishi mumkin. Siz ko'rayotgan xabar qaysi sanaga tegishli, qaysi mamlakat uchun, qaysi turdagi pensionerlarga qachondan kuchga kiradi? Mana shularni aniqlamasdan xulosa qilmang. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Pensiya masalasida eng xavfli narsa noto'g'ri umid va noto'g'ri qo'rquvdir. Ikkalasi ham odamni chalg'itadi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya islohoti, indeksatsiya va qayta hisob-kitob deganda faqat pul o'shar ekan deb qarash yetarli emas. Siz o'z pensiyangiz nimadan tashkil topganini, stajingiz to'liq kiritilgan-kiritilmaganini, hujjatlaringiz joyidami? Bank kartangiz ishlayaptimi? Qo'shimcha imtiyozlaringiz bormi? Shuni aniq bilishingiz kerak. O'zgarishlar hammaga ta'sir qilishi mumkin, lekin har bir odamga ta'siri uning hujjati, pensiya turi, ish staji, rasmiy maoshi va murojaat faolligiga bog'liq bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing, pensiya summangizni yozib boring, kerak bo'lsa rasmiy murojaat qiling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va og'zaki gaplariga tayanmang. O'z haqini bilgan pensioner adashmaydi. O'z hujjatini tartibga solgan pensioner esa keraksiz sarson bo'lmaydi. Sizningcha, pensiya indeksatsiyasi hozirgi narxlar sharoitida yetarlimi? Pensiyangizda oxirgi oylarda o'zgarish bo'ldimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ulashing. Chunki bu mavzu har bir xonadon, har bir pensioner va ertaga pensiyaga chiqadigan har bir inson uchun juda muhim.